Hoe, hoe gaat het? Goed. En met jou? Met mij ook. Hoe gaat het? Het gaat niet goed. En met jou? Het gaat wel. Hoe gaat het? Het gaat wel. En met jou? Goed. Okumakma sal ters deb o'ylayman, to'xtamay hu, xat, ha bilan xi to'xtamay birlashib kelgan jumlalarda. Şoňa okuş məşq üçünmü, bir yaxşı məşq. Men videonu əvətib qoymay, köp anglap məşq qilib turinglar. Andın deydi bu ýerde. Yoki "Ihr könnt auch fragen", siz hem soraýalaýsyz deydi-çi. Hoe gaat het met je? Asli ma'lum, yani "Hoe gaat het?" yani "Ahwalyňyz kanda?" dep asli tümmek toluq şekli "Hoe gaat het met je?" yani "Sizning ahwalyňyz kanda? Siz bilen ahwalyňyz kanda?" diýen gepdi-çi asli. Lekin bunu kyskartylyp gollanjak şu "Hoe gaat het?" deplam "Hoe gaat het?" deplam kyskartyp deydi. Ýa-ki "Who is it?" deseňizm boldy deydi. Ýa-ki "Who is it met you?" Nämmisi hem ahwalyňyz kanda? Tinchlikmi? Ýagşymy? Obdan turatamsyz dep bizning tilimizde muşda her xil ifadelerimiz oşna oşaş gollanyldymy şoňa "Who gaat it?" "Who gaat it met je?" "Who is it?" "Who is it met je?" Muşunyň hemmisini ifadeleseňler boludy. Mäden biraz soraýdygan sual barmy aldy bilen? Alama o "Ihr könnt auch fragen" diýeni gaýta terjem qilip berin. Ýanyň mänisy şu siz, ok digen şu mu hem digen gepdi-go. Fragen digen gep sual soraş digen gep. Yani künnt digen gep aşu inglizjedeki kan digen fiil şu mesela ik kan I can dep eşdeýmiz-go. Yani şu bir näsini munda iktidaryny ipadeleýän bir xil has fiillar diýmiz buny. Modaly berek. Ýekün tok fragen terjem kılsak yani siz hem soraýalaýsyz digen gep. Şoňa siz "Who gaat it?" yani ahwalyňyz kanda digende munda şekilde soraýalaýsyz. Mesalan, "Who gaat it met je?" diýeläýsiz. "Who is it?" diýeläýsiz. "Who is it met je?" dep muşdamy deseňizmi bolady diýdi. Çöňdiňizmi? Ha, çöňdim. Mäden biraz soraýdygan suallar barmy ýokmy tekisten? Meniň ýok. Düşünýüşlik boldy. Okup bakýanlarmy tekistini-çi? Kaýsaňlar okup bakyşyny halaýsızlar? Men okup bakay. Kaýsaňlar kol keter, okuýaryň hazır keýnigi. Hediye, Zulhuma, tamam çekiňlar. Zulhuma başlap beremsiz hemse? Hoe gaat het? Goed, en met jou? Met mij ook. Hoe gaat het? Het gaat niet goed. En met jou? Het gaat wel. Hoe gaat het? Het gaat wel, en met jou? Goed. Intaýyn ýaxşy. Şuna ýaxşy okudyňlar. Yani Tumarys bilen Bedinur işkiňlar okup bakamsızlar? Ha, okup bakaly. Maqulman. Hoe gaat het? Goed, en met jou? Met mij ook. Hoe gaat het? Het gaat niet goed. En met jou? Het gaat wel. Wel. Hoe gaat het? Het gaat wel. En met jou? Goed. Ýaxşy. Ýaxşy okudyňlar. Me ilki muşu "Hu gaat het?" ilki "hu" bilen "ha" ikisi birikilipçi bir xil okumak. Mümkinki şunda ýaxşy okudyňlar. Ýaxşy. Endi ma 57-nji meşek zähna. Zähna diýen gep ägişipden diýen gepçi. Şoň buny endi men Hala 56 kayıp kaldı. 56 bakende. Tamam ýaxşy. 56-ny işleýli. Yani welk word is weg. Yani welk diýen gep kaýsy diýen gep. Word diýen söz diýen gep. Yani is diýen bolsa, buny bildiňiz, zeynninki fiil şähs şekli. Weg.
Vıxt degan hem ketiş degan ma'noda. Hamda qaysi söz bo'lsa ketdi deb, ya'ni qaysi söz tushib qoldi demakchi. Ma jumlalarda bir söz tushib qoldi, shuni tepbiran demakchi hozir. Shunga qaysi söz tushib qoldi deydi. Hozir 6 mashq bor ekan, 1 2 3 ni bir sanglar, 4 5 6 ni bir sanglar, ishlanglar. 1 2 3 ni Mahinur siz ishlang. 4 5 6 ni Tursunay siz ishlab baqamsiz? Ha, bo'ldi. Mahinur hamsa. Ashtaq o'zingiz xohlagancha so'rasangizmi bo'ldi ekan, ma'lum diqqat qilib o'tirdik. Qolganchadan so'raychi. Masalan, boya o'qimaganlardan ish qilib, damlashtirib so'rayman. Ems o'qidim. Ha. Ik kom het uit Nederland. Het deganni tanladingizmi? Bejavob tanladim. Tarjima. Men Gollandiyadan keldim degan. Tarjimangiz yaxshi bo'ldi. Lekin boshqa mush to'g'risida boshqacha javob berganlar bormi, yo'qmi? Ben Men ma deb baqay. sen oy Men Sen antaldım. Dumari sen tanlaganmi? Men antaldım. ben sen tanlagandim. Ma seni sen tanlaganlar nimish sen tanlagandingiz? Laqi mayadagi fe'lni olumsuz qilganga ekom dedi ku. Evet. To'g'ri. Buning to'g'ri javobi say. Gollandchada shu hozir buning ma'nosi men Gollandiyadan kelmadim degan gapchi. Butun nima qilib ketdi? Men Gollandiyadan kelmadim degan gap. Ma a javob bilan b javob xato. Ya'ni ik kom, ya'ni xat deganning a javobning ma'nosi xat birish degan gapchi. Ya'ni ma kom degan gap kelish degan ma'noda Gollandiyadagi. Ya'ni bu fe'lning asli shakli komen. Men sizlarga yezib beray. Buni sizlar yodlanglar, daftaringlarga ko'chirib, asli shakli komen, ya'ni asli ko'plik shakli shu. Ya'ni kelmak degan ma'nodachi. Ondan bu komen degan fe'l doim out bilan birga keldi. Ya'ni out din degan gap komen bilan birga kelgan vaqtda bu ham bir xil oldi qo'shiluvchi so'z. Shu bizning tilimiz din, g'a, ga deb biz tilimizda yuklamalar deb ataymiz-ku. Shunga o'xshash ham gap. Ya'ni komen out din keldim degan gapchi. Çünkü bu fe'l o'g'achqa bayasak demamiz. Fe'lning har qaysi shaxs, zamon shakllari ol debchi. Hozir biz zamonga kirmaymiz, lekin shaxsni o'rganisizlar. Şu ik kom deymiz. Ik kom out. Jij komt uit. U komt uit. Hij o'xshashlar. Hij, zij. Yani üçüncü shaxs birlik shakllari o'xshashlar. Hij, zij komt uit. Anda wij degan butun ko'plikka wij, jullie, ze komen uit deymizchi. Muşum sizlarga yod bo'lish kerak. Ik desanglar kallanglar avtomatik holda ik kom uit, jij komt uit, u komt uit deb shu. Ik kom uit Nederland, ya'ni men Gollandiyadan keldim degan gapchi. Shunga a javobni tanlamasligimizdagi sabab xat bu birish degan gap. Men jumlaning xavri bor. Ya'ni men keldim, bordim Gollandiyadan deb qamlashmaydi. Ammo het yana het shu jumlada ikki xil roli bor. Birisi artikul, yana birisi jumladan beshida ego olib keldi-chu. Agar hetni qo'ysak hozir ikkum het out Nederland deb yana bu ilqi artikul ismning oldida keldi-chu. Bilqi het bu yerda artikul ma'nosida ishlatildi desakmi, bir ismi yo'q bu yerda. Ya'ni out deb, ya'ni het out deb bu chaqda artikul hargizmi bunda out deb bundan nima oldiga kelmaydi. Ya'ni het Nederland deb demaymiz. To'g'ri Golland chunki davlat ismlarining oldiga artikul kelmaydi-chu. Çünkü hetni qo'ysakmi jumla xato qamlashmaydi. Faqat C javob nit. Ik kom niet uit Nederland deyish orqali, ya'ni asli bo'lish shakli ik kom uit Nederland, men Gollandiyadan keldim. Ik kom niet uit Nederland, men Gollandiyadan kelmadim demakchi. Ik kom uit Urumchi, ik kom uit Oost-Turkiston, Şarkı Türkistan'dan keldim, Urumchidan keldim. Ik kom uit Qashqar, Qashqardan keldim degandek. Ik kom niet uit desek kelmadim deb jumlani bo'lishsiz qilish. To'g'ri javobi C.
ikkinchisi Maynur. Who had hate? Hmm. Javob yaxshimisiz degan gap. Qanday C qilsangiz. javob shundami? Yaxshi. A javob bilan B javobning xatoligidagi sabab? Uni men deymanmi? Ha. Nimishqa A javobni tanlamadingiz? A javobning ma'nosi nimada? Mu degan. Mu Mu degan gap. B javobning ma'nosi-chi? javob emas degan gap. Emas gap. Who had ok, who had need desak qamlashmaydi-chi jumla to'g'ri. Who had it, yani ahvolingiz qanday? Yaxshi. Uchinchisi? Hate had well. A javob to'g'ri. A javob. Tarjima qilsangiz nima degan gap? Mana emas yaxshi ketib bordi degan gap. Yomon emas, yaxshi bo'lib qo'ydi degandek. Endi who'ning ma'nosi nima? B javob. Keyin qandaq. Qandoq? Mal- Hate had who deb qamlashmaydi jumla, xato bo'lib qoldi. And hate had ismi demaymiz. To'g'ri, A javob. Yaxshi. Endi 4 5 6 ni Tursunoy. Metmey, het, had, ok, hud. B'ni tanladingiz, shundaymi? Men bu o'xshash yaxshi degan gap. Ha. Metmey had het ok hud yani. Men o'xshash yaxshi, ma'nim yaxshi deb, yaxshi. A javobning ma'nosi nima? Who degandan keyin Qandoq degan gap? qandoq to'g'ri. C javobchi het degandan-chi? Bor degan gap. Yo'q. Bor nimada? Habin degan bor-ku, Buni Ma hetning ma'nosi nima? ma'nosi. Yani hetning ma'nosi nima desam, ilqi het birsi artikul, ismlarning oldida kelib artikul vazifasini o'taydi. Ikkinchi xil ma'nosi jumlada egolab, yana bular degandek ma'noni bildirdi. Shu miyada metmay, het xud agar sin tanlasaqmi ikki dona het bo'lib qoldi, yana jumla xato bo'lib qoldi-chi. B javob to'g'ri. 5-si Who is het, met, ye. Who is het met ye? Tarjima qilib. Biz tushunib bo'lmadim emas. Who'ning ma'nosi nimada? Hozir deganda qolgandimi? Hozir deganimiz 4-sida. Mushta qayta so'rab yodib ketadi ondanchi. Who'ning ma'nosi nimada? Qandoq, shundaymi? Who is het met ye? Yani who qandoq is bo'lsa, het bu met ye siz bilan, yani siz bilan qanday demakchi, yani ahvolingiz qanday demakchi. Who is it met ye? Yani ahvolingiz qandoq demakchi. Tushundingizmi? Who had it bu ahvolingiz qanday? Who is it met ye bu ahvolingiz qanday? Yani har xil ifodalash usuli. Bizning tilimiz ahvolingiz qanday? Obdan tutingizmi? Teshikmi? İşleriniz qandaroq deb har xil shaklda so'ragandek, who is it met ye bu ahvolingiz qanday degan gap. Shuni yodlab oling, who had it met ye, who is it met ye, who had it, who is it. Shu sizlar yodlab ketish kerak-ku. 6-si Het, had, hud. het, had, hud. Nima degan gap? Qandoq? Yo'q, het, had, hud. Het, had, hud. Tarjima qilib qo'ying. Yaxshi. Yaxshimisizmi? Yaxshi demakchi. Hetat xud, yani yaxshi ketib bordi, yaxshi demakchi. Yani hozir siz savol jumla shaklida, yani jumlaga qarasangizmi, keyinida undash belgisi bor, yani savol jumla emas bu-chi. Shu savol jumla shaklida tarjima qilmaymiz. Shu hetat xud, yani yaxshi ketib bordi, yaxshi demakchi. Het yani bu, hat bordi, ketib bordi, xud yaxshi, yani yaxshi ketib bordi. Men yaxshi demakchi. Tushundingizmi? Yaxshi. Endi men 57, 56dan boshqalarning so'raydigan savol bormi, yo'qmi? Shunga shu faqat men sizlardan to'g'ri javobni emas, nimishqa men ikki javobni xato desangiz, nimishqa buni tanlamadinglar deb buni so'rayman-chi. Shu buningga diqqat qilib o'rganinglar. Tamam, to'g'ri javob xud.
Nemishqa izni tanlamaymiz, nemishqa hu'ni tanlamaymiz debchi. Xatoligini bilish ham o'rganishning bir yaxshi usuli. Endi 57da zahna deydi yine. Zahna degan gap agishibdan degan gap. Shu buni o'zinglar o'qib olsanglar bo'ldi. Boya tekst nimalarni ham shuna yaxshi o'qidinglar. Ham men ovozliq nimasini yana avatib qo'ymay shu qayta agishibchi. Endi 58ni ishlab boqaylik. 4 va ekan. Birinchisini Badinur. Siz ishlab boqing. Voy mamnun, Fuhat hit. Bu Hey mamnun, qandaroq ahvoling? Voy Ibrahim, het vel. Anmatyav. Yaxshi, o'zingchu, seningchu. yaxshi. Yaxshi Badinur, shuni yaxshi ishladingiz. Hoy Manun Huatet. Hoy Ibrahim. Het vel. Anmatyav intan yaxshi. Endi ikkinchisini Tumaris. Hoi Ali, hoe gaat het met je? Hoi Lot, het gaat wel en met jou. Vel en met jou. Wel dedim. Endi Ali, yana vilni o'rniga yana qaysi so'zni ishlasak bo'ldi? hoe gaat goed? Xudni ishlasak bo'ldi shundami? Lekin hozir men yerda Badinur vilni ishlatib olgan ekan. Siz xudni ishlasangiz ham, lekin har ikkisini normalda-chi? Normalda hetat vil, hetat xud har ikkisi bo'ladi, har ikkisi to'g'ri. Shunga lekin hetat xud deganda yaxshi desa, hetat vil deganda bo'lib qo'ydi degan ma'noda. Yaxshi. Endi uchinchisini Zulxuma. Hallo Ella, hoe is het? Het gaat niet goed. Ella yaxshi tarjima qilamiz. Qiling. Yaxshimisiz Ella? Ahvolingiz qandaqroq? Yaxshi emas. Yaxshi emas. Het gaat niet goed. Yaxshi. Endi to'rtinchisini Hadiya. Dag Dennis, hoe gaat het met je? Hoi Martin, het gaat goed. En met jou? Met mij ook. Yaxshimi Dennis, qanday ahvolingiz? Hey Martin. Ahvolim yaxshi, sizning ahvolingiz qanday? Mening ham yaxshi. Yaxshi. Ma'noga who hat etmedi ya. Yani boshqa so'zni digil bo'lamda bo'lmamda deya. Who is het met je? Yaxshi, intan yaxshi. Yani buni yana who is it matiya desakmi? Yani bo'ladi. Yaxshi. Mashaalloh. Hammasini bir xil ikkili xil ifoda usulini shunday yaxshi tushunibsizlar. Yaxshi. Endi 60 endi 1-9 keptimiz. Unda 1-9 o'tib ketsak bo'lamdi? Ma'qul ma'lum. Men bir tane savol so'raolaman endi ustiga chiqay. Fuhat, Manbek Fuhat hit deb yopdi men siz deganlarga diqqat qildim. Buniki birsi birsi xeyli qilga. Fuhat hit deb. Anandagi mushu savolda Fuhat hit met jou deydigan bir turi bormi ma'lum? Yoki bo'lmasa yow desa xato bo'lamdi. Yav desimi bo'ldi. Huat etmet yav deb. Met ye desim bo'ldi, met yav desim bo'ldi. Yaxshi tushunibsiz. Hech qanday farqi yo'q mamlakatda. Farqi yo'q. Farqi, ozroq farqi bor. Lekin normalda gollandchada ikki xil ye bilan ye deb ikki xil ifodalash usuli bor. Yaxshi savol. Yana ikkilisini hozir misha yozay. Ye bilan ye. Har ikkilisining ma'nosi siz, sen degan ma'noda. Farqi yey degan bunda bekroq kuchaytirib ifodalangan shakl. Ya'ni siz deb bunda birisini ko'rsatib turibchi. Lekin ye degan umumiy shakli. Hamma-namga shu normalda masalan kitoblarda butun odamlarga xitob qilib, masalan bir tomoq retsepti deylik, tomoq retseptida oldilar ma'ni solasiz, siz oldilar ma'ni qiling, buni qiling deb. Chunki u tomoq retsepti shu kitobni o'qigan hamma odamga xitob qilgan shakl emasmi? Shu uning odati ye deydi. Lekin ye degan vaqtida siz deb bekroq kuchaytirib ifodalangan shaklicha.
Masalan, hozir sizlar jiq odam bormi? Masalan, Adiya, siz mani o'qing deb demoqchi bo'lsam, o'sha vaqt men sizga yey debchi, chunki siz deb sizni bakroq kuchaytirib, jiq shu qizlarning ichidan sizni tanladim debchi. Ishda vaqtda yeyni ishlasam bo'ldi. Ya degan endi umumiy atalg'usi. Shu farqi shu, lekin ikkisini aralashtirib ishlatib qo'ysam ham hech qanday chataq chiqmaydi. Shu yaxshi qilib siz who hat met ye yoki who hat met jou. Yani miyada met jou dedi-ku, Shu ikkisi o'pma o'xshashmishadimi? Ya bilan jou. Shu hat met ye, who hat met jou har ikkisi ifodasanglar bo'ldi. Shu o'qiganda ama who yani bizning tilimizdagi hiyroq mayliroq talaffuz o'qisa, ama hat rasmi hi, xo'razdagi hi, hit. Who hat hit. Yo'q, men ba'zi qiynalib qoldim 3-1 yakasichu, lekin ko'p mashq qilmas, lekin sizlar shunday yaxshi o'qidinglar. Savolingiz javob chiqdimi, Adiya? Endi mani men to'xtatib turib, boshqadan ovoz g'alay.